Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi xizmatimiz Baxtish to'yxonasida. Bugun xudo xohlasa zalimiz 250 odamga quloqlashtirib go'shimiz. Nov qo'yiladi, nov pishiriladi, hammasini ko'rib qolishlaringiz mumkin. Odam bashi 210-220 mingdan tushib qoladi. Video davomida hammasini tushuntiramiz. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Look so tight all over her body. Oh, she just wanna and I don't mind it. I'm a legit. You should let her go. She wanna be. Never all tight on her body. It don't matter what they say. Stolumuz tayyor oldu. Görüşleriniz mümkün. Kesilgan kesilmeyen meyvelerimiz var. 2 xil böreklerimiz var. Korulgan, kaynagan. Misno asorti var. Sirni asorti var. Setkiya tavuklarımız var. İyi cücelerimiz var. Xo'shiray. Stolimizda 3 xil salatimiz bor. Yaponskiy, baklajan, ham seza salatlarimiz bor. Chapchuklarimiz 3 xil variantda, konfetimiz bor. Bu yoqda yana svejilarni ko'rishingiz mumkin. Asobiy deb aytganim bor. Ovqatimizda 3 xil asorti bo'ladi. Kotlet, foyga o'ralgan go'shtimiz bo'ladi, ham qozon kabob bo'ladi. Stolimiz narxini keladigan bo'lsak, odam boshiga 220 ming so'mdan tayyor stol tushdi. Kelasiz, o'tirasiz, yeb ichib ketaverasiz. Shunday Xizmatlar bo'lsa bemalol kimga murojaat etishni bilasizlar. Bu yerda pastda nomerlarimiz, Instagram sahifalarimiz, hamma narsani qo'yib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.